Do'stlar, 1 minut o'tkazib yubormaydi. Shunaqa holat bo'ldi. Hozir skamenkada turibman-da, 3-4 ta bolachalar keldida, Ramazon aytishyapti-da. Endi shunga qarab turibman, eshitib turibman oxirigacha stolda turib, jim turibman. Xuddi hayron bo'lgan odamdek turibman-da. 3-4 ta bolachalar kelyapti-da, shunaqa Ramazon aytyapti. Endi qarasam, pulim yo'q-da. Oldimga yo'q. Bolachalarga kartaga tashlab bering demayman-ku. Keyin kelib turishdi-da. Aytib olishini kutdim-da, shunga qarab turibman endi. Xuddi hayron bo'ladi-ku, mana turistlarga o'zbekchada nimadir deysiz, hayron bo'lib qolishadi-ku, shunaqa bo'lyapti. Keyin qarab turdim-da, shuni yuziga qarab turganda pul yo'q, rostdan pul yo'q, nima qilishni bilmayapman. Qarab turibman-da, keyin so'z boylik dishga soldim. Ne diyorsun abi? Anlamıyorum deyapman. Türkçede. Ne diyorsun abi? Anlamıyorum ben seni deyapman. Bolachalar bir-biriga qarab pichirlashib, Turk ekan deb. Turk deganlar ketib qolishdi bolachalar. Life hack. Qo'llasanglar yer.